Manta yoki chuchvaraga xamir qilsam har doim bitta dona zuvala ko'p xamir qilib olaman. Lekin shu zuvaladan shunaqayam dahshat ovqat pishiraman. Sizlarga ozgina ish bo'lsa ham buni tayyorlab ko'rmasanglar bo'lmaydi endi. Katta yupqaroq yoyilgan zuvalani ikki tomonni o'rtaga o'rab kelamiz. Avval o'rtasidan teng bo'lib, keyin esa ingichka qilib kesib chiqamiz. Bo'ldi, xamiri tayyor. Endi esa qizib turgan yog'da bari to'g'ralgan chesnoklarni biroq qovurib olamiz. Ketidan piyozni ozgincha qizartirib qovurib, so'ng kartoshka sabzilarni, tabimizga ko'ra tuz va o'zimiz yaxshi ko'rib ishlatadigan pripravlarni solib, ozgina qovurib, birozgina suv quyib 20 minut qaynatishga qoldiramiz. Go'shtsiz ovqatga erkaklarning qorni to'ymaydi, shuning uchun xo'jayinim korzinkadan olib kelib qo'ygan Foodmax tushunkalardan ikkita bankasini shundoqqina sovurdim. Biroz qovurib ketidan kesib qo'ygan xamirlarni solib 20-25 minutga o'rtacha olovga dimlab qo'ydim. Bu ovqatni o'zim o'ylab topganim uchun nima deb nomlashni bilmadim, lekin buni sho'rvalisini kesgan osh deyishar ekan. Shuning uchun buni kesgan palov deb qo'ya qoldim. Juda ham bir boshqacha mazali taom bo'ldi. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Yoqimli ishtaha.